Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallat Xanim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida antildi. Shu asnoda Map tuyuqsiz to'xtab qoldi. Ajablangan Mirza Bobobek Mapning oldi panjirasini to'sib turgan xo'rum qopqoqni bir yoqqa qayirib, Mapkashga to'ldi. Nemish bo'ldi? Ajab to'xtab qoldinglar-ku. Ma'lum bo'g'ay. Oldimizdagi mahallada cho'ng bir jangi jidal bo'lganda qiladi, dedi Mapkash. Udul mengayverimizmi yoki aylanib o'tib ketamizmi? Mapidikilar darhol yerga tushdi. Chevirg'inga aylangan qor to'xtamay yig'ib-atdi. Oldi tarafdagi ancha cho'ng bo'lmagan ko'jim mahallini quyuq ustida qoplagan bo'lib, qo'llarga g'oldi to'qmoq ilib olgan bir to'p odam u yoqdan bu yoqqa yugurishib yuradi. Bu qaysi yurt? So'radi Ismoilxon tashvishlangan holda. Xon aliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi yo'l boshlovchi Yasovul qo'l bog'lab turib. Bu Qog'iliq qal'asi atrofidagi Chahorbog'i yetdi. Mahalla ichida biror to'polon bo'lgan o'xshaydi. Berib, nemish bo'lganligini bilib kel, dedi Mirza Bobobek Yasovulga. Yigit darhol otga mindi-da, ushqandek ketib ketdi. Shivirg'an odamning quloq burniga rangimsizlik bilan changal solgan bo'lib, xuddi hari chaqqandek etib turadi. So'sar juvi mahkam qimdalgan Sulton Ismoilxon dugilibli qolgan edi. Bu shivirg'an salomatliklarga ziyonli qolildi, dedi Mirza Bobobek Ismoilxonga. Mahbi ichiga kirib asla qidigahi. Yurt ichida nima voqea yuz berganligini bilgisi kelib turgan Ismoilxonning mahbiga chiqishga ro'yi bo'lmadi. Malika Muhtaram xonim allaqachon har ehtimolga qarshi o'qiyasi bilan sadoqni bo'yniga esib olgan bo'lib, Po'lat naysini nashtardek sanjiyotgan shivirg'onga qaramay qo'liga elib olgan edi. Uzoq o'tmay Yasovul yigit qaytib keldi. Sulhtiklarning majrosiga, dedi yigit otdan sakrab tushib edi. Sababini aniq uqqanmidi? Har qaysi sulhtikka murtla bir-birining o'ylarini ko'ydirishga o'xshaydi. Yerda qonga milinib bir qancha odam yotadi. Uylik tirikligi noma'lum. Yurt xalqi ikki qosh bo'lib, bir-biriga hozirli etildigandek alfozda turib yetibdi. Undaq bo'lsa, darhol berib jangi jadalning oldini olayli, dedi Malika Muhtaram xonim yenidagi otning o'zangisiga dasab shaqqida otga minib. Oldirmislar Malika, dedi Mirza Bobobek. Bu jadalni to'simiz deb berib orilishib qolsak, xon oliylarining omonligiga ta'sir yetib qolmasin. Buningdan voyim emaslar Amerika birata, dedi Malika. Xon atam Mapidan sirtga chiqmay o'tirsin. Ikki navkar Mapidan ayrilmay xon atamni qo'g'disin. Bu majra sizning deganlaridek o'ncha cho'ng'iyibmi ketmas? Mirza Bobobekning bu jadalni to'sqisi bo'lsinmi? Og'zidan chiqaranmagan edi. O Sulton Ismoilxonning ifoda bildirmay turganini ko'rib so'radi. Sizcha qanday qilsak bo'lar qildigahi? Navoda karimiz bo'lmay ketib qolsak, moshunda qattiq shivirganda o'lim yetim bo'lib qolmasin deyman. Mayli, borsaq borayli. Ammo to'liq ehtiyot qilinglar, dedi Ismoilxon mapiga chiqdi. Shu hamon Mirza Bobobekmi otdan biriga mindi. Harbiy kashlarga qarab. Har ehtimolga qarshi yarog'laringlarni yeninglarga ilib olinglar. Ular olli to'plan bo'lgan yerga kelganda ikki tarafga bo'lingan odamlar bir-biriga qori yomg'irdak til silishyapti. Ey, nomusulmon ishga chiqarlar. Darhol Chahorbog' tavasidan chiqib ketish. Bo'lmaydigan bo'lsa, xotin qizlaringlarga ko'rsatib turib, senlarni ko'z qilib o'tamiz. Ey, qari musulmon Ishoqiyat tungizlar.
Chaharbog' baboyi ajdodlarimizdan tortib biz ishqiyachilarning makonidir. Yaxshilikcha go'rida tungi suratlik bo'lib qopadigan Maxtumzalarning qechig'i ketib olish. Bo'lmaydigan bo'lsa, xotun qizlarining ko'ziga ko'z turib, bo'g'oz qilamiz. Har ikki suluqchilarning payli to'limi yomon edi. Har ikki tarafdagi odamlarning qo'llarida tayoq to'qmoq, palto kaka, ori urg'ib, pichoq bor edi. Odam sonimi bir-biridan ancha farq qilmaydi. Assalomu alaykum, muhtaram qarindoshlarim. Deb salom berdi Mirza bobodek devarib turgan ikki to'pning dal o'tirig'iga kelib. Moshunda shevirg'onliq kunlarda o'yinlarda o'tirmay, bir-biringlarning ko'ngliga azor berishinglarning bahasi nimaki? Av ishqiyachi xarlar yaralarimizni urib o'ldiribdi. Uni xun qisasini olmoqchimiz. Ha? Sen ishoqiyachi qora musulmon tungizlarmi? Bizning o'y makonlarimizga o't qo'yib, yori birodarlarimizni dumbalashding-ku. Bilib qo'yish, bizmi xun qisasimizni olmay turib, paylimizdan hargiz yanmaymiz. Ay. Bundoq jadal majra qilsanglar, behuda qon to'kilishdan boshqa hech qanday foydalanmaysizlar. Dedi Mirza bobobek salom qilib. Uningdan ko'ra qog'iliqqa berib, bakki arif qilsanglar, haq-nohaqni lilla ayirib qo'ysa yaxshi emasmi qarindoshlarim? Bu bey so'raydigan da'vo emas. Dedi saqiyachilar to'pidan 50 yoshlardagi so'latlik kiyingan bir so'pi sifat odam oldiga chiqib. Bu da'voni mana o'zimiz so'raymiz. O'zlari buyurtang nemisi taqsa? So'radi Mirza bobobek tamkinlik bilan. Men ulug' pir buzurgimiz Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon avliyo hazratlari bekitgan bu yurtdagi Sulki Ishoqiya mulklarining sulk mas'uli xalifasidirman. Demak, xonlik tarafidan qo'yilgan yurt oqsoqili emaskanligi. Aslida Sultan Ismoilxonning qog'iliqdagi beylari bizdek sadoqatman Ishoqiya mulklarini yurt oqsoqolligiga belgilab farmon tushirish kerak edi. Taqsir, sizlar yoq yurt so'rgar o'xshaylar. Dedi elaqi suluk mas'uli ko'ranglik bilan so'zladi. Ammo dahri Sultan Ismoilxon Maxtumzoda pir buzurgimizga vafosizlik qilib, sulki Ishoqiya mulklarini saltanat ishlariga yaqin yo'latmadi. Shu sababli Ishon pirimning dili ko'p ranjidi. Xudo buyursa, pirimizning qarg'ishiga ketgan u sulton pat yaqinda beshini yeydi. Tillarni yirtlar. Deb baqirdi Malika Muhtaram xonim bu odamning sultonni Ismoilxonni haqoratlashiga chidab tura olmay. Xonning qonun jazoqni bilamsizlar? Xonga haqorat qilish qonli ketadigan og'ir gunoh. Sulk mas'uli yosh-yoshli bir yigitning o'ziga otkochilik qilib, xonlik qonun jazoqdan savoq berganiga chidab tura olmadi. Bargan sari haddidan-oshdi. Xonga haqorat qilsam, mana nima qildi? Seledek teqe qo'lga tuchmagan, seri so'ymagan nima daskatdi? Menchi bo'lsa, Maxtumzoda pir buzurgimizni ranjitib, ishqiyachi xarlarni jazolamay, ularning to'diqini yo'g'intib qo'ygan ashi Dahrixonni o'z qo'lim bilan o'ldirib etsam deyman. Hay munofiq, zuvoning yig'layman. Beka tilini kesib tashlama yana. Dedi Malika Muhtaram xonim g'azabini besololmay. Tallayman qo'rqanda. Dedi heliqi suluk mas'uli ko'kamlik bilan. Ahvoldan qaraganda, senmi ashi ishqiyachi xarlarning taxi yo'qshimamsa? Sen bu yurtliq bo'lmagandan keyin g'it qisib asla ketib ol. Bo'lmasa Malika Muhtaram xonim umrda anglab boqmagan bu haqoratga faqatli chidab tura olmadi. Qo'liga qandoqsiga o'qiyasin og'imni, sadoqdan qolgan o'qni yog'i qandoq batligini bilmayli qoldi. Ko'zni yumib ochquchi bo'lgan vaqtda zingildab uchib qolgan o'q yiliqi suluk mas'ulning dal qarniyiga sanjildi. Suluk mas'ulning o'lganligini ko'rgan Ishoqiyachi muhtiri Malika Muhtaram xonimga qarab betildi. Xalifamizni o'ldiryapti. Tutma o murtatni. Xalifamizning xunini to'ltayli.
Sülki işqiya murtlari, sülki saqiya murtlarının beşiği kelgan bu bala qazadan hoş buluşup bir chetda tomosha ko'rishib turibdi. Mirza Bobobay bilan Orviket siyoqida yasinib olgan yasovullar qilichlarini yalang'ochlashib, devarib kelgan odamlarni to'sishga boshladi. Ochig'i, texili besiqmagan Malika Muhtaram xonim etini birli beqindab o'ziga etilib kelayotgan odamlar to'pig'i tashlandi. Hayt hoyt deb bo'g'icha bir necha odamni nayzilab otga dastib ulgurdi. Shundan bilan bir maydon qonliq to'qinishning yuz berishi qosh bilan kirpikning orlig'ida qoldi. Dal shu paytda bir to'p otliq xon lashkarlari osmondan tushgandek paydo bo'ldi. Olomonning chaqmoq tezligida qo'rshidi. 10 necha otliq lashkar to'p orasiga bostirib kirganicha Mirza Bobobay bilan Malika Muhtaram xonimni quvladi. Lashkar beshi bor ovoz bilan to'g'rildi. Xaloyiq, tayinladi yeninglar. Xon lashkarlari bilan qarshilashsanglar, yaxshi oqibat ko'maysizlar. Kutmagan yerdan qonliq bir fojiadan qutulib qolgan Mirza Bobobay yangi rizq xazinasi. Lashkar beshiga shundoq bir qarabli tunidi. Bu Ostona muhofazachilik qo'shinining sarkardalaridan biri Mirza Fozil Bahodir edi. Nurg'ulg'an otliq lashkarlarning qo'rshoviga tushib qolganligini ko'rib, Soqiya murtlari paylidan yondi. Otliq lashkarlar ikki sulikdagi quturgan odamlarni tarqitib etdi. Assalomu alaykum amir janoblari. Assalomu alaykum sarkarda Malika Muhtaram xonim. Dedi Mirza Fozil Bahodir otdan sakrab tushib salom qildi. Va alaykum assalom. Dedi Mirza Bobobay salomini elib kelib va ajablangan holda so'radi. O'zlari bu yerga qandoq kelib qoldilar sarkarda? Amir kabir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirza Fozil Bahodir. Tunigun kechda Ostona amiri Mirza Avazbek janoblarining xon oliylariga yo'llagan jiddiy ma'lumotini elib yo'lga chiqqan edi. Yurt mahalladan so'rab, to'xtamay yo'l yurib, bu jangi jadalga ko'zim tushdi. Ostonda biror ahvol yuz bermagandi, so'rdi Mirza Bobobek xavotirlanib. Tunigun peshin namozidan keyin Soqiya murtlari bilan ishqiya murtlari orasida qirg'inchilik yuz berdi. Ular bir-birining o'ylariga o't qo'yib, bulab talab o'ltirib chepishdi. Bu qirg'inchilikqa Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon Piri Buzurik hazratlari aralashganligi uchun Amir Avazbek amalsiz qilib, men bir parcha ma'lumotnoma yozib berdi. Xon oliylari savdogar siyoqida yasinib, xotin tarafga al avomning hol ahvolini xufiyona berib kelishga chiqib ketgan. Sizlar na'dan bo'lmasin darhol izlab berib, xonga ahvolni ma'lum qilsizlar degan edi. Mabudun Sulton Ismoilxonning tushayotganligini ko'rgan Mirza Fozil Bahodir yepini to'xtatib, qo'l bog'lab xonga salom berdi. Assalomu alaykum xon oliylari. Ma'lumot qani? So'radi Ismoilxon jiddiy tarzda. U mabudda turib Mirza Fozil Bahodirning gaplarini to'liq anglagan edi. Mirza Fozil Bahodir qo'yindan bir parcha xatni elib xonga ikki qo'llab uzatdi. Xon xatga boshdan oxir ko'z yugurdi. Mirza Bobobekka uzatib turib amr qildi. Darhol Ostonaga qaytaylik. Mirza Bobobek xatni o'qib bo'lishiga Malika Muhtaram xonim elib o'qidi. G'azab bilan qo'l silkidi. Yana shu sulik majrasi kangu bu. Nimancha orom tepishmaydi bu xalifa so'pida. Texe Maxtumzoda Pir Buzurikning aralashganini ko'rmamdiga. Sarkarda, dedi Mirza Bobobek Mirza Fozil Bahodirga qarab. Bu yerdami xuddi Ostonaga o'xshashla sulik majrasi yuz bergan. Har ikki suliklarning payli to'limi yomon. O't qo'yish, o'lim yetim ahvollari yuz beribdi. Bir bo'lik lashkarlar bilan xon oliylarining qo'dab Ostonaga qaytqashtiraydi. Sizlar qolgan lashkarlar bilan bu yerda qilib, qog'iliq hokim begi chiqib bu voqeani bir yoqli qilib bo'g'icha tartib saqlab turibsizlar. Avi ikki harvada bir qism kiyim-kechak, raxt mata, pul pichaklar bor. Uyvoq kuyib makonsiz qolganlarga va kambag'al, ojiz, tul xutun, yetim o'g'illarga muvofiq tarqitib bersizlar. Aslida bo'lsinki, hech qanday so'likliklarga yon bosadigan ahvollar yuz bermasin.
Аңлаватқанла Беликут торыдан аңлатылыватқан аваздық әсәрләр сәхифесі. Sultan İsmail Xan hamrohlarini boshlab chaqmoq tezligida yo'l yurib, namoz degan vaqti bilan ostoniga yetib keldi. Ammo ig'ir zukamdab ketgan xonning qizitmasi o'rlab ketganligi uchun Shohinshinga kirib taxtda o'tirgudek majoli qolmagan edi. Xon oliylari avval o'rda tepiga ko'rinib, kechich tarilinib, yaxshiroq aramaslar. Qoldi ishlarni tongla saharda bir yoqli qilsaqmiki? dedi Mirza Bobobek. Ko'zdan yosh, burundan suv eqib turgan Ismoilxon ma'qullik bildirib beshini lag'ishdi. Xonni haramga uzitib qo'ygan Mirza Bobobek bilan Malika Muhtaram xonim Udul ostona amiri Mirza Avazbekning qasriga qarab mandi. Qaysi sulhchilarning avval o't qo'yib adovat tugmuniga suv boshlaganligi noma'lum. deb salom soatdan keyin ahvolni ma'lum qildi Mirza Avazbek. Ammo bu jangi jalal pari buzuruk Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon hazratlarining orilishishi bilan butkul ostonda qiyomat qoyim bo'ldi. Ostona muhofazachilar qo'shinni ishga solib besiq turgan bo'lsaqmi, yana 100 dan ortiq begunoh fuqaro o'libdi. Sopka ko'nchilik mahallalardagi uylar asosan kuyib kulibdi. Jedalxo'rlarni qandoq bir taraf qildilarmi? so'radi Mirza Bobobek. Buyruqqa bo'ysunmay xon lashkarlari bilan qarshilashgan har ikkili sulhning yo'lboshchisi, xalifasi, sulh mas'ullaridan bo'lib, biror 100 ga yaqin odamni tutqizib, hibsga oldi. Shuning bilan bu qirg'inchilik besiqdi. Ammo Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon hazratlari qamoqdagi sulhki Ishoqiya murtlarini qo'yib berish to'g'riliq qattiq besim ishlatyapti. Shunday qilib, ularni qo'yib bergan o'xshamamlar amir janoblari, dedi Malika Muhtaram. Yo'qsa, unda qisam sulhki Ishoqiya murtlarining balasi qolmandimi? Xon oliylari kelib, o'zi bir taraf qilg'ay deb qo'yib bermadi. Nahayat yaxshi qiliblar amir, dedi Mirza Bobobek rozilik bilan. Xonlik qonun jasaqni, farmon yorliqni ko'zga ilmagan har qanday sulh murtlarga 100 xotira sizlar rahim qilishga bo'lmaydi. Bu ishga xon oliylari qanday qaraydi ekan amir kabir janoblari? so'rdi toza xotirjam bo'lmagan Avazbek. Xon oliylariga yo'lda qattiq tumo tegib qolg'achqa o't kavob qizib ketdi. Hozircha oromini buzishga bo'lmaydi. Qoldi ishlarni ati o'rniga kirganda maslahatlashaylik. Xon otamning ro'yiga boqsaq, pir buzurki bo'lmish Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonga yuz kelamay, Ishoqiya sulhliklarga yon besishi mumkin, dedi Malika Muhtaram xonim o'ylangan holda. Navoda kechich qizitni senib, salomatligi yaxshilanib qolsa-ku, ati o'rnidan chiqib, shahar aholisining kuyib kulga aylangan o'y makonlarini o'z ko'zi bilan ko'rsa yaxshi bo'lardi. O'lganlardan boshqa piyi qirqib etilgan, oqti qilib etilganlarmi xili bor, dedi Amir Avazbek ichingan holda. Hammasi payg'ambar alayhissalomning ummatlari turib, bir-biriga nemancha o'shmanlik qilgandi bu odamlar. Musulmonga tantanglash Alloh kechirmaydigan gunohdir, dedi Mirza Bobobek. Xon oliylarining bugungi ahvolidan qaraganda, ati o'rnidan turib, o'rniga chiqadishi noto'g'ri. Shunga Amir Avazbek janoblari ostonda yuz bergan bu fojiani tafsiliy yezib, xon oliylariga ma'lumot yo'llag'aylar. Tayqirqish, oqti qilishga o'xshash vahshiyliklarni tepqanmisin janoblari, dedi Malika Muhtaram xonim. Bugun bomdoddan yenibla Shohinshinga yig'ilgan o'rda arkonlari Sulton Ismoilxonning qabul qilishini kutib, jimjit o'tirishadi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon bo'lsa, qo'ltiqiga qisib akirgan kigiz jaynamozni shoh supsining tuyiga selib, yukinib o'tirganicha ko'zini yerim yumgan holda qo'ldagi kahrava tasvini tinimsiz siyirganicha ichida allaqanday do'riqlarni o'qib o'tiradi. To'limiz so'rin chiroydan ko'nglida nima xiyollar borligini bilgili bo'lmaydi.
Amirlar ishondan tab tortib, ostondagi fojia haqida yendikilar bilan past ovozda qusurlishardi. Shu daqiqada Orambaxiy saroyidagi xos hujrasida payyostiqi yo'langinicha yotgan Sulton Ismoilxon ostona amri Mirza Avazbek sungan ma'lumotni asta o'qiyotdi. Xonning qizitmasi bir oz tushgan bo'lsa-mu, ko'zidan yosh, burundan suv eqib turardi. Mirza Avazbek, Malika Muhtaram xonim qatorliq amirlar bir chetda xon oliylarining ma'lumotini o'qib bo'lishini kutib turishardi. Shu darajada vahshiyliklarni qilg'udak, ular nima tanlashidi zodi? Dedi ma'lumotni ko'zdan kechirib bo'lgan Sulton Ismoilxon g'azablangan holda. Ularning nazarda xon va xonlik qonun jasaqlar yo'qmidi? Esla Amir Avazbek, ma'lumotda deyilganlarning hammasi rostmi? Na'un billah, dedi Mirza Avazbek qo'l bog'lab beshini tuvan sag'inicha. Ona hazratimni aldashqa haddim emas. Qo'lim mag'dursizlanib, beshim qiyib turdi, dedi Ismoilxon zo'r so'zlab. Bu ishlarni o'rdiga chiqib, o'z qo'lim bilan bir taraf qilgudek majolim yo'q. Farmon, Amir kabir janoblari bu ishlarni lilla bir taraf qilg'ay. Maxtumzoda Parbuzuruk hazratlarining dilini hargiz ranjitib qo'ymag'ay. Farmon bardorman, dedi Mirza Bobobek va oldiga bir qadam yengib xondan so'radi. Bu ishlarni qandoq bir taraf qilsak bo'lar qibligahim, aniq bir yo'l ko'rsatib bergaylar. Arishkeli so'zga asosli gunohkorlarga rahim shafqat qilinmag'ay. Berilgan jazodan barliq ahli suluk mutlari ibrat olg'ay. Mumkin bo'lsa, mushu xususda yorliq tushirib bergan bo'lsalar, dedi Malika Muhtaram xonim Mirza Bobobekni tanqislikdan qutuldirish uchun Ismoilxonga iltijo qildi. Saltanatning sur hayvisini raso bir ko'rsatmay turib, el yurtda ko'tarilishga boshlagan suluk majrolarini tupiyuqizdan besib turish basi mushkuldir. Mirza divanning amri kirgay, dedi Ismoilxon Malikaning taklifini qabul qilib. Uzoq o'tmay Mirza divanning amri qo'shimcha xonning muhrizori Orambaxiy saroyiga kirib keldi va xonning og'zaki bayonlari bo'yicha yorliq tayyorlash uchun chiqib ketdi. Uning keyindan Mirza Bobobek, Malika Muhtaram xonim va Mirza Avazbeklarmi xonga esenlik tilab Orambaxiy saroyidan ayrildi. Shohinshinga kirib o'rda arkonlari bilan salom sohat qilishdi. Ularning salimini tegiz janimozda ko'zini yerim yumib o'tirgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon o'tirgan o'rnidan sal-pal qimirlab qo'yib, so'g'uqli ilik oldi. Birdamlik o'rtopidan keyin Shohinshin ichi yana tinchidi. Amirlar xon oliylarining qo'bulga chiqadigan yoki chiqmaydiganligini bilolmay, o'z xiyollari bilan band bo'lib o'tirishadi. Shu yo'sinda bir cho'gin choy qaynamchilik vaqt o'tgandan keyin Shohinshinga Mirza divanning amri bilan o'rda farmonchisi kirib keldi. Barliq o'rda arkonlari xon yorligiga quloq solg'ay, dedi qora divanbek. Amirlar durrida o'rinlaridan turishib, qo'l bog'lashgancha beshini tuvan selishdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon bo'lsa, jaynimizda qamir qilmay o'tiraverdi. O'rtada Sulton Ismoilxondan boshqa hech kimni ko'zga ilmaydigan bu takabbur Eshon shu turqida xon yorligiga ancha eran qilmayotgandek ko'rinadi. Qora divanbegi texichi o'rnidan bidirlamagan Eshonga ko'zining quyrug'ida qarab qo'yib, yana bir qatim to'ldi. Barliq o'rda arkonlari xon yorligiga quloq solg'ay. Eshon ko'zlarini sal-palla echib, bir oz qimirlab qo'ydi-da, yana ko'zini yumg'unicha gavdasini ikki tarafga tang irg'onlatib, kahrava tasvisini yana siylashga boshladi. Yorliq o'rda arkonlarga tushirilgan ekan. Mendek ahli suluk peshvosi bilan albatta munosibatsiz. Qani, yetlib ketkish to'g'risang beka. Chunki men o'rda amir emas. Salla o't quyruqsiz qilishib,
xonning menga mansab martaba in'om qilishini to'sishding. Men bo'lmagan bo'lsam, aqlsiz Ismoilxonga bu taxt saltanat nada turibdi? Xon yorlig'ini jakarlava. Men jaynimozda o'tirib anglayman. Xon yorlig'iga behurmatlik qildi deb gunohga tortishga haddim emas. Vaqti kelganda xon oliylarining salomatligi, saltanatning osoyishligi uchun duogo'ylik qilyotdim deb o'zimni osonla oqlay olmayman. Nochi bo'lsam, palon chiqqanda baqaqani. Mirza Boboqbek Xo'ja Abdulla Ishonning qasddan g'avg'o ko'tarmoqchi bo'lganligini pamlab, qora divon amriga "Karlar bo'lmasin" deganni qilib, ko'z ishorasi qilib qo'ydi. Amir Kabirning maqsadini tushungan qora divon amri o'rda farmonchisini yorliqni o'qishga buyurdi. Yorliq as-salatini zallallohu fil azizina barliq amir sipoh baglarga yetib ma'lum bo'lgayki, bizlar kim yakan Saidiya tasarrufining sultoni Ismoil xonning osoyishlik zamonasida bir qism suluk mutlari xon yorlig'i va xonlik qonun jasaqni ko'zga ilmay, ostona va boshqa yurtlarda qirg'inchilik qilish, behuda o'lim yetim, zaxm jarohat fojialarini paydo qildi. Uy makonlariga o't qo'yishib, bir-birini xoni vayron qilishibdi. Bu kechirgusiz og'ir gunohdir. Saltanatimiz baboyi buzruk Sultan Saidxon oliylaridan qolgan udum bo'yicha tasarrufimizda turli suluk, mazhabni muvofiq surun, zimin bilan ta'min etib keldi. Aslida o'rdining saltanatini sulukdan, mazhabdan mustasno tutish farmoniga har qaysi suluk peshvolari va murshidlar angliq yusunni bo'ysunib, suluk targ'ibotini al ra'iyatning inoqligi, saltanatning ro'naq tepib gullanishi uchun xizmat qildirish kerak edi. Afsuski, tasarrufimizda yaqindan beri yuz berayotgan suluk majralari kundan kunga zo'rayib, el yurtning xotirjamligini buzdi. Saltanatimizning muqimligiga ta'sir yetkazdi. Har qaysi sulukdagi mutlar xonlik qonun jatoqlarga xiloflik qilib, bir-birini rahimsizlarcha o'ldirdi. Uy makon, mol-mulklarini ko'ydirdi. Hatto piyni qirqish, oq qilish usullari bilan bir-birini jazolab, majruh, yetim, yesir makonsizlarni paydo qildi. Bu xon yorlig'ini ko'zga ilmagan og'ir gunohdir. O sababli har qaysi suluk murtlariga ibrat qilish uchun bu qadimgi qonliq fojianing qudratquchisi, sababkori bo'lmish suluk yo'lboshchilariga qattiq jazo berish kerak. Qanchalik rahim shafqat qilishga, har qanday sulukchilarga yon besishga bo'lmaydi. Buningdan keyin har qaysi sulukchilar dushmanlik harakatlarini to'xtatib, nizo adovatlarni yuyib tashlab, saltanatimizning ro'naq tepishi, avom ra'iyatning xotirjam tirikchilik qilishi, el yurtning osoyishligi uchun xonlik jatoqlarga shartsiz bo'ysunib, fuqarochilik majburiyatlarini xolis o'tab, o'z suluk e'tiqodi bilan mashg'ul bo'lgan, suluk majralariga aralashgan, yon bosgan, ostirtin quturtgan, homiylik qilgan har qanday amir baylarning mansab martabasi elib tashlanib, qattiq jazoga tortildi. Bizlar kim büyük davlat panohinglar to'mutiga betap bo'lib qolganligim uchun vaqtincha o'rniga chiqib, yurtchilik ishlarini qo'limga olmayman. Shuning uchun Lashkariy divanning Amir Kabir Mirza Boboqbek janoblarini bu qatimda suluk majralarini bartaraf qiluvchi to'liq huquqli elchi qilib tayinladi. Jazo divanining amri Pahlavon qozi bilan Ostona amri Mirza Avazbek hamdamda bo'lg'ay. Mazkur yerlik Buyuk Saidiya tasarrufidagi har qaysi yurt aymoqlarga yetkazilgan. Yarlı tamam, mesela. Xon yorliqi farmonbardorimiz. İşte barliq o'rta arkonlari yorliq jakarlanib bo'lgandan keyin. Ma'lumot bo'lsa yo'llanglar, bo'lmasa qaytinglar, dedi qari divan begi. Ey Allah, nopok bandalarining ko'ngliga insof bergaysan. dedi Xo'ja Abdulla Ishon xon yorlig'iga norozi bo'lganligini ochiq-oshkor ifodalab va jaynimozdan turib etib davom qildi. Nauzu billahi minha, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ishonning bu ta'nisini anglab, Amir Kabir Mirza Boboqbek galalariga chiqizardi. Ammo 100 oyat javob qaytarmadi. Ishon Sultan Ismoil xonga bo'lgan qo'rsoq ko'pligini mana mushundoq chiqarib o'tadi.
boshqa amirlarmi bir-birining chiroyiga ma'nlik qarshi qo'yib beshini tuvan serishdi. Ammo bu ochiq oshkora haqoratga Malika Muhtaram xonim chidab turolmadi. Hayrun va sharrun minalloh taala dedi u Ishonga anglatdi. Ishon Malika Muhtaram xonimga qarab nafrat bilan birni olaydi. Jaynamozni qo'ltiqiga qistirgunicha Shohinshindan tez mengib chiqib ketdi. Yandurqi haftasi yakshanba tushdan keyin Mirza Bobobayning farmoni bo'yicha hafsiga ilingan 100 ga yaqin sulki Soqiya va sulki ishqiyachi Jilalxo'r Ashaddiy Murtadin 34 kishining kallasi butkul Ostona xalqining oldida chendan judo bo'ldi. Qolganlari daryaga besilib, yoqi yurtlarga palandi. Jazo ijro qilinib bo'lgan orliqda Soqiya murtlarini jazodan qutuldirib olish uchun shuncha harakat qilibmi, Sultan İsmailxonning qabul qilishiga erishaolmagan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon İsmailxondan yomonlab o'rniga qayta oyoq bosmadi. Shunda qilib, sulki Soqiyachilar bilan saltanat o'ttirsida oshkora ziddiyat paydo bo'ldi. Ammo ular Sultan İsmailxonning jazosidan qo'rqib, sulki ishqiya murtlari bilan oshkora dushmanlashishdan qattiq ehtiyot qilishdi. Anglayotganlar Belqut to'g'ridan anglatyotgan ovozliq asarlar sahifasi. Sultan İsmailxon hokimiyati bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon boshchiligidagi sulki Soqiyachilar o'ttirsida nizo adovat paydo qilish maqsadiga yetgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Soqiya sulkidagi xufiya payloqchilarning taqibidan rasmiy qutulib, xotirjam holda yer osti saroyidan qaytib chiqib, sulki ishqiya targ'ibotini oshkora yurgizishga boshlagan edi. Xon yorlig'ini topshirib olgan Qashqarning noyib amiri Mirza Haydar Dog'lati xon yorlig'idan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni xabardor qilish va Eshonni sulki Soqiyachilar bilan dushmanlashmay o'm-inoq bo'lib o'tishga da'vat qilish uchun Yag'dudagi Hazrat qasrga alohida ziyoratga chiqdi. Amir janoblarining muborak poyi qadamlariga tasanna, dedi Hidoyatulloh Eshon o'z vaqtida o'zi bilan Shahzoda Yo'lbosxonga osiylik qilib, Sulton Ismoilxonga Ostona darvozasini ochib berib, o'zini mushkunga tushirib qo'ygan Mirza Haydar Dog'latining oldiga chandurmay chiqdi. Muhtaram Piri Buzurg Azizning teniga salomatlik yor bo'lg'ay, dedi Mirza Haydar Dog'latimi Eshondan esallik so'rab. Ular hashamatlik Eshon qasrida sunniy takalluf, yasalni hurmat ehtiromlar bilan bir osh pishim vaqt suhbat qurishdi. Sultan İsmailxon oliylari haqiqatan donolardir. Buyuk Saidiya saltanatining haqiqiy taxt sohibi bo'lishga munosibdir, dedi Hidoyatulloh Eshon xon yorlig'ini anglab bo'lgandan keyin chiroyiga xushomat kulgisini yugurdi. O'z vaqtida istidotsiz Shahzoda Yo'lbosxonga usta pir buzuruk bo'lib xato qilgan ekanmiz. Ozmas Allah. Amdilikni bildikki, Sultan İsmailxon oliylarining adolat nuri butkul Saidiya tasarrufini tangshi yo'rtmoqda. Xon oliylarining yorliqda etqonlari barhaq rostdir. Tugumas suluk majrolari el yurtning xotirjam tirikchiligini buzib o'tdi. O'l Maxtumzoda bilan bir nasab, bir yurtizdagi qon qarindoshlardirmiz. Buncha vola dushmanlashish ne hojat bizga. Navoda xon oliylari saltanat suri bilan cheklab turmagan bo'lsa, nizo adovat tumonlari dil qasrini qoraytib o'tgan Maxtumzodalar bizga bu osoyishlik kunlarni ko'rsatmas edi. Balkim o'zga ellarda sarson, sargardan bo'lib yurar edi. Mirza Haydar Dog'lati janoblarining Qashqarga amir, posiban bo'lib kelishlarimi biz bechora, miskin, sulki ishqiyachilarning baxtidir. Hidoyatulloh Eshon yog'limi so'zlarini tinglab, ifodasiz o'tirgan Mirza Haydar Dog'latiga yer ostidan qarab qo'yib, asli maqsadiga ko'chdi. Navoda amir janoblari aslidagi e'tiqodidan yonmay, bizlarga bir buzuribga qaytadan qo'l berib, saodatman sulki ishqiyaga irodat qilgan bo'lsa, texmo katta savoblarni topar edi. O'z vaqtida sizlar janoblari pir buzuribga qo'l berish o'z ixtiyorimcha bo'lgan emas edi.
dedi Mirza Haydar Davlati Eshonga qalchilik yuz xotir qilmay. Shahzoda Yo'lbosxonning Hidoyatulloh Eshonga qo'l berishga majburlaganligini esiga solib, Sultan Ismoilxon oliylarimo meni ahli sulhdan mustasno deb bilib, Qashqardagi ra'iyatning sulh majrolaridan topgan azob beshvorchiliklarini nazarda tutib, Qashqarning amirlik mansibini menga ishinib topshirgan. Gerçi Parabözürük Aziz'ge kol vermsemmi, sülki işkiye yolunu tutmasakmı, İşan Bözürük varımızga hürmetimiz vardır. Xuda xalisa, Hazretimning dergahıga pat-pat ziyaretki gelip, mulaqatda bulup turgaymiz. Şundaqla, İşan Hazretleri üçünmü, Emir Mahkimimizning darvozasi har qachon ochiq. Hidoyatulloh İşan chiroyiga yolqin kulgi yugurtib yeydi. Asi munofiqning hiylagarligini qarmamliq. Til yog'limliqda ma'mu savoq beramdimi nima? Mayli-da. Ma'a qo'ldan sapama. Ammo Dahriy Sulton Ismoilxonga yaxshi gapimni qildi. Sening og'zing orqali ta'riflansa, ul Ismoilxon menga oson ishindi. İnşallah, dedi İşan ishki tuyg'usini yo'shirib qo'shamatgo'ylik qildi. Avval Sultan Ismoilxon oliylari, ondan qolsa o'zlaridek bahodir sarkarda istidatli amir homiylik qilib turgan yerda ag'yorlarimizdan zinhor xavf sirmaymiz. Hamda xon oliylarining yorliqiga bo'ysunib, o'zga sulhdikilar bilan ejil inoq o'tkaymiz. Amir janoblari shunchola e'tiborimizni qilib, o'rdiq taklif qilgan yerda bormaslikqa nima haddimiz? Amir janoblarining tangdoqsiz aql farosatining oldida yurtlarchilik ishlariga hamkorlashib, rahnoma bo'lgudek salohiyatimiz bo'lmasa-mu, pat-pat hamdastxonchilik qilishib, didor muloqotda bo'lishmi biz uchun cho'ng sharaf. Eshonning fasohatlik so'zlari Mirza Haydar Davlatini uyaltirib qo'yotdi. İnsan bir qitim burniga yesa, bir qitim aql topadi deydigan ko'na. O bu qitimqi mag'lubiyatidan aqlni topgan o'xshamadi. Men ahvolni toza bilmay turib, qo'pollik qilib qo'ydimmi nima? Har qanday inson diyonat, yaxshilikni bandasiga yaratgan Alloh egam o'zi biladi. Eshonning niyat iqboli mo'shundoq azgulikka yuzlansa, men onunğa qo'l berib, murt bo'lmasam-mu, bir umr hurmatlab do'st bo'lib o'taman. İzzat hurmatini oshirib qilaman. Shunday qilsam, Sultan Ismoilxon oliylarimo xush bo'ladi, ham xotirjam bo'ladi. Sultan Ismoilxon oliylarga maqsad muddaoyimizni bildirib, ikki yig'iz ta'rifimizni qilib qo'yaylik, dedi Eshon yana so'zini davomlashtirdi. Saidiya saltanati sulki ishqiya murtlarning raqibi emas, balki homiysidir. Biz faqat Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshon boshchiligidagi sulki Ishoqiya murtlardan hazar aylaymiz xolos. Hazratlari xotirjam bo'linglar, dedi Mirza Haydar Davlati va'da. Saidiya tasarrufidagi har qaysi sulk mazhablar bilan inoq ejil o'tish Sultan Ismoilxon oliylarining marzusi. Bu qitimqi Ostondagi sulh nizosidan kelib chiqqan fojia sababidan xon oliylari bilan Maxtumzoda o'rtasida ozroq ovochilik bo'lgan o'xshaydi. Ammo xon oliylari sizli janobiy Bözürük Azizdan ko'p umid bor. Sultan Ismoilxon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshon o'rtasidagi ovochilik ko'ringanligini anglab, Eshonning yuragi xo'shallikdan o'ynab ketdi. Bilqut xazina tafsilarak ahvol egallash uchun gap ko'chiladi. Saltanat bilan sulh o'rtasida ancha-muncha azorchiliklar bo'lishi cho'ng ish emas. Maxtumzoda xon oliylarining piri buzurigi bo'lgandan keyin ko'ngli ko'ksini kam tutishi, saltanat yurtlarchilik ishlarini qo'llab berish kerak edi. Ustozi apuchan bo'lmasa, shogirdi kam qo'saq bo'lmaydi. Hamma gap Maxtumzoda piri buzurikning apuchan bo'lmasligidan kelib chiqqan gap, dedi Mirza Haydar Davlati ixtiyorsiz o'rdi maxfiyatini oshkorlab. Shu sababli Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshon hazratlari o'rdiga oyoq bosmoqdimish. Sultan Ismoilxon oliylarining ziyoratini qabul qilmoqdimish.
Shu sababli hozir xon oliylarining ko'nglimi toza aromida emas o'xshaydi. Maxtumzoda piri buzurik xon oliylari ustida cho'nglarning gapiga kirmay, kichiklarning degini bo'yicha ish qildi deb yomonlab yugurak. Bu Maxtumzodaning nima deganiga? So'rdi Hidoyatullo Eshon ishki hayojonini zo'rg'a besib turib. Qadam-qadam Eshon qurgan qopqonga dasavatganligini bilmagan Mirza Haydar Davlati Eshonga hammasini to'kib tashladi. Maxtumzoda Parvizurak o'zining saltanat ishlariga aralashmasligini butunlay amir kabir Mirza Boboboy janoblaridan ko'radi. Uning ustiga bu qatimqi Ostondagi Suluk fojiasidan keyin o'rdadagi talash tortishda Malika Muhtaram xonim bir eg'iz so'z bilanla o'rda arkonlar oldida Parvizurikimizning yuzini to'kka o'xshaydi. Mirza Boboboy bo'lsa Sulton Abdulloh xon davridan tortibla o'rdada yuqori mansab martaba tutib kelgan katta iste'dod egasi. Malika Muhtaram xonim bo'lsa yesh kichik, mazlum kishi bo'lgani bilan alam va qalam mahoratida tang yetishgan. Uning iste'dodiga Sulton Abdulloh xon oliylaridan tortib, Hind Qush Mirza, Ko'pik Mirza qatorliq peshvolarmo qoyil bo'lishgan ekan. Odatda Mirza Boboboy bilan Malika Muhtaram xonimning gapi davomli bir yerdan chiqar ekan. Bu qitimqi qirg'inchilikni paydo qilgan har qaysi suluk yo'lboshchilarining kallasini elib, boshqalarga ibrat qilishni shu ikkisi o'tirib qo'yib, xon oliylarining farmonini olgan ekan. Maxtumzoda hazratlari o'z ikki amir boyada o'zining bosh ko'tarmaydiganligini his qilgan bo'lsa kerak. Shunlashqa xon oliylaridan kichiklarning digini bo'yicha ish qildi deb ranjiga o'xshaydi. O'rdada buncha o'la ziddiyatning yuz berganligini o'ylamagan ekanman. Maxtumzodaning xon oliylaridan ranjishi to'lim o'rinsiz bo'ldi, dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon. Amir janoblardan gap yo'shirmayman. Rostini desam, Ashchaqda Sulton Ismoilxon oliylari Mirza Boboboydek iste'dod egasiga tayanmagan bo'lsa, marhum baxtsiz shahzoda Yo'lbosxon oliylaridan Saidiya taxtini so'yib olamagan bo'ladi. Hidoyatullo Eshon bu chaqda Mirza Boboboyni o'ltirib yetish haqida shahzoda Yo'lbosxon bilan maxfiy kengashganligini esiga oldi. Yurikining bir yerlari etishgandek bo'ldi. Ordining muhim cho'ng huquqlarini qo'liga elish oldirib, Mirza Boboboydek iste'dod egasidan foydalanishni bilmay, oldirib qo'ldan chiqarib qo'yguniga yana bir qatim pushaymon qildi. Ammo Eshonning bu xiyollarini Mirza Haydar Davlati zinhor bilmaydi. Shunlashqa Mirza Boboboy janoblarining qadriga xon oliylari yetdi. Mirza Haydar Davlatining o'ylamay qilgan bu gapidan Hidoyatullo Eshon xudik sirdi. Chayantilliq muaddat. Bir qitim nashtar serib olding dema. Yolg'iz Mirza Boboning emas. Sarkarda avazlik bilan mening qadrimga yetmaganinglar. Mana hozir Sulton Ismoilxon qadrimga yetyotdi demoqchi bo'lsa. Jahonning bundoq bo'larini burunroq bilgan bo'lsa, senlarni shahzoda Yo'lbosxonning qo'li orqali o'limga buyurmoq qanchalik ish edi. Mana yana bir qatim navbat kelib qolar. Shundoq amir janoblari, Sulton Ismoilxon oliylari iqtidor egallarining qadriga haqiqiy yetdi, dedi Hidoyatullo Eshon ko'ngildagini chondirmay. Qani hazratim, bir duo keltirib bersizlar. Fursat bo'lsa yana kelib muloqotda bo'laman, dedi Mirza Haydar Davlati menishga taraddudli. Qani o'zlaridan kelsin, dedi Eshon takalluf qilib. Qani, yanala o'zlari marhamat qilgaylar. Eshon amin deb duoga qo'l ko'tardi. Har ikkilisidan Allohu akbar deb yuzlarini sipashgandan keyin Mirza Haydar Davlati o'rnidan qo'zg'aldi. Oldimizdagi jumada Hayitgoh jamoasida juma namozini boshlab berishga imkoniyatlari bo'ladimi hazratim? dedi Mirza Haydar Davlati Eshon bilan xo'shlashib. Inshaalloh, amir janoblarining degandek bo'lay, dedi Hidoyatullo Eshon bu kutilmagan fursatni hayajonlanib. Ma'qulamsa, juma kuni ko'rishguncha Allohga omonat, dedi Mirza Haydar Davlati.
arzimas bir parcha maktubim bilan xon oliylarining parishon ko'ngliga tasalli bergim bor edi, dedi Hidoyatullo ishon to'limi astoydil qiyofatda. Bilmadim, amir janoblarining xon ordisiga yetkazib berishga marhamati bormiki? Inshaalloh xizmatlarda bo'lishga tayyormiz, dedi Mirza Haydar Dovlati. Undaqda maktubni atil huzurlarga avatib beray, dedi Eyşan. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallatxinim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq rasmiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgavlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi